Assalomu alaykum yurtdoshlar. Yusuf Moto kanalining podpischiklari. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidagi Yusuf Moto do'konimizda mini traktorlarimiz uchun moslashtirilgan aylanma pulglarimiz chiroyli qilib avzo qilib o'tib ketamiz. Xo'p, bundan oldin manzilimizni tushuntirib o'tib ketamiz. Manzilimiz Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani. Yakkabog' Pirkuruskadan Sharsabzga qarab yurishda 3,5 km yurganingizda o'ng qo'lingizga keladi. Sharsabzdan kelishda 5 kartak metrdan 1,5 km yurganda chap qo'lda hop mana shu Yusuf Moto do'konimiz. Hop, kelaverasizlar, layklarni bosamiz, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yamiz. Hop, mini traktorlar uchun moslashgan aylanma pulglarimiz, mana materiallari ham juda baquvvat qilib ishlangan, xalapulaga qiyshaymaydi, sinmaydi. Moshni. Ikki korpusli, mana material g'ildiraklari ham temirli bo'ladi, qalin materialdan. Xo'p, hamma yog'i materiallari mana bundan qalini, menimcha qalin bo'lsa kerak. Xo'p, juda sifatli, mustahkam qilib ishlangan mana. Bemalol aylantirib, traktorlar o'zi aylantira olaveradi. Borgan joydan qaytib kelaveradi. Xo'p, ikki korpus pulglarimiz narxlari 11,500,000 so'm. Mini traktorlarimizni tur bilan tortadigan 11,25, 2 portion, 3 portion, tur portionlarga juda chiroyli o'qiydi. Narxlari 11,500,000 so'mdan. Xo'p, bundan tashqari kichikroq mini traktorlarimiz uchun moslashgan. Xo'p, 2 korpusli pulgimiz narx 2,500,000 so'm. Xo'p, keyin mana rotarniy kasilkalarimiz mini traktorlarimiz uchun 160 sm masofani bemalol o'radi va o'rtaga to'da qilib berib ketadi. Xo'p, buni narxi 19,200,000 so'm. Akalar, kelaverasizlar, bizda texnikalardan ko'p va sifatlilari. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.